Qozog'istondagi oldingi qatordagi davlat universitetlarida Xitoy tili o'qitish uchun maxsus dars ta'sis qilindi. Ma'rif va ilm-fan ministri Siyosat Nurbek Xitoy tili kursining ikkinchi chet el tili sifatida tavsiya qilinadiganligini bayon qildi. Egilinishçe Hong Kong Universitetining Satpayev Universitetida 9-oyda tarmoq apparat ochadiganligi e'lon qilindi. Bu hamkorlik Xitoyning ilg'or yezi egilik texnikasidagi bilimi va tajribasidan naf olishni maqsad qiladi ekan. Sharq Turkiston Madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bu masalaga bo'lgan andishisini bildirib mundaq dedi. Men Qozog'istonning oldingi qatordagi universitetlarda Xitoy tili o'qitish uchun alohida tarmoqlardan quriladiganligi va Hong Kong Universitetining Satpayev Universitetida sho'ba ochadiganligi to'g'risidagi xabardan ansirayman. Bu xil tashabbuslar Xitoyning ma'rif orqali ta'sirini kengaytirish va tashviqotini kengaytirish strategiyasining bir qismi. Ma'lumki, Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandachiligini yapmoqchi bo'lyotdi. Bu orqa ko'rinishda, agar Qozog'istondagi ma'rif apparatlari Xitoyning ta'siriga ochiq bo'lib qolsa, u ma'rif sifatiga emas, balki davlatdagi erkin fikr muhitiga ziyon yetkazadi. Men xalqaro jamiyat va Qozog'istondagi ma'rif apparatlarini Xitoyning bu xil hamkorlik orqali o'zining siyosiy va ideyaviy maqsadiga yetish uchun ko'rsatgan tirishchanligidan ehtiyot qilishga va bu xatarga qarshi turishga chaqiraman. Amerikada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Tahir Eminning Sharq Turkistondagi savdo sheriklari atalmış davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan Xitoy tarafidan turmaga tashlangan. Tahir Emin 8-oyning 7-kuni Amerika Ovozi radiosiga bergan bayonotida uning vatandagi savdo sheriklarining uning bilan aloqa qilganligi uchun turmaga tashlanganligini bayon qilib mundaq dedi. Men o'xshamagan ikki manbalardan shuni bayqadimki, Urumchi o'ttiruq xalq sud mahkamasining 2024-yilning 5-dagi qarori ularning men bilan bo'lgan munosabati bilan munosabatli edi. Ularning biri 15 yillik qamoq jazosiga, qolganlari 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Buningdan ilgari Amerikada sürgünde yashaydigan Uyg'ur jurnalist Qosimjon Qashqarning Sharq Turkistondagi xizmatdoshlarining jurnalist bilan bo'lgan munosabati sababidan turmaga tashlanganligi xabar qilingan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-avgust rasmiy ziyorati bo'lish uchun Qozog'istonning poytaxti Ostonaga bordi. O'zbekiston rahbari Ostona xalqaro aerodromida Qozog'iston Prezidenti Qosim To'qayev tomonidan qarshi olindi. Xabar qilinishicha, Shavkat Mirziyoyevning O'rta Osiyo rahbarlari maslahatchilari yig'ini va O'rta Osiyo va Yaponiya dialog munbiriga qatnashish planlangan. Amerika to'qliq mashina ishlab chiqaruvchisi Tesla Amerikadagi modellarga ta'sir qilgan bir masalani hal qilish uchun Xitoydagi 1.680.000 mashinani chaqirdi ekan. Xitoy davlat bozor boshqarish idorasi Tesla shirkatining 2020-yilning oxiridan 2024-yilning o'ttirlarigacha import qilingan S va X tiplari va Xitoyda ishlangan 3 va Y tiplariga ta'sir ko'rsatadigan masalani hal qilish uchun bir yumshoq detal yangilaydiganligini e'lon qildi. Türkiye çarşamba günü Janubiy Afrikaning Avstraliya ustidan sungan irqiy qirg'inchilik delosiga aralashish uchun xalqaro adliya sudiga rasmiy hujjat sundi. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan o'zining X hisobiga bayonotida o'zining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga rasmiy iltimos sunganligini e'lon qilib mundaq dedi. Xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun o'z mas'uliyatini ado qilishi hamda Avstraliya va uning qo'llovchilariga zarur besim ishlatishi kerak. Bugunga qadar Kolumbiya, Liviya, Meksika, Falastin hukumati va Ispaniya bu dialoga qatnashganlik bayonnomasi topshirgan. Bengalda hukumatga qarshi namoyishda bosh ministr Sheyx Hasina Vajid davlatdan ayrilgandan keyin qurilgan o'tkinchi hukumatning boshliqligiga Nobel tinchlik mukofoti sohibi Muhammad Yunus tayinlandi. Ma'lum bo'lishicha, Bengalda o'quvchilar rahbarligidagi namoyish 7-oyning o'ttirlarida hukumatning 1971-yildagi mustaqillik urushiga qatnashganlarning bolalariga hukumat o'rinlarida norma taqsim qilish qaroridan keyin boshlangan.